Umuman shu texnopark ochilishi maqsadi qanaqa bo'lgan? Yangi dizaynerlarni chiqarish, studentlarni o'rgatish, Koreya brendi O'zbekistonga kirsa yaxshi. Lekin 100% bu texnoparkni возможности bilan, infrastrukturasi bilan hab vazifasini bajarmagan. Ochiq bo'lishimiz kerak. O'zbekiston mahsulotini olmoqchi bo'lgandan keyin ularni sifat nazorati. Kodda ehtiyoj bor, lekin malakali mutaxassislar yo'q. Juda ko'p professor domlalarimiz bor, ilmga ega, lekin ishlab chiqarish jarayonida ular ko'p qatnashmagan. Bir ikkita korxona masalan shunaqa brak holatda olib chiqqani uchun eksportga Biz o'zi nima bilan eksportga chiqmoqchimiz? siz birlashish to'g'risida gapirdingiz. Juda ham bu og'riqli nuqta. Hojiboyda gapi bor, juda to'g'ri gapirgan gapi bor. Tavakkalchilik emas, u sistemli ish bo'ladi. Ilm bilan ishlasak, mana biz tayyor, ochiqmiz hamma narsaga. Otabek aka, assalomu alaykum. Avvalambor texnoparkga rahbar bo'lganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Sizni bu lavozimga taklif qilishganida qanaqa potensial ko'rdingiz texnoparkda? Avvalambor assalomu alaykum. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Endi bu yengil sanoat sohasi endi meni o'zim uchun begona soha emas. Haligi butun umrim davomida mana shu sohaning ichida kelib yuribmiz. Mana shu institut o'qigan davrimizda tirikchilikni shu yengil sanoat sohasida qilardik. Endi bu yerga kelishib biz mana shu sohani rivojlantirishga harakat qilib yuribmiz. O'zimiz juda ko'p uchragan imkoniyatlar ochilishini ko'rdim. Nimaga? Bitta odam yugurgandan ko'ra ko'pchilikni yugurgan yaxshiroq. Hali yakka oti changi chiqmaydi, changi chiqsa ham dangi chiqmaydi deydi-ku, o'sha dong'i chiqishi uchun biz butun bir komanda bilan ishlashimiz kerak. Men bundan xursandman. Bu O'zbek Koreya texnoparkga kelib, ikkita davlat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarib, shu o'zbek brendiga ham o'zbek brendini yaratish va Koreya standartini olib kelish va uni rivojlantirish uchun o'z hissamni qo'shishga xursand bo'ldim. Endi shuning uchun kelib bemalol ishni boshladik. Hech narsaga qo'rqmasdan, qaramasdan, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi, lekin bularni bosib o'tamiz. Umuman shu texnopark ochilishi maqsadi qanaqa bo'lgan o'zi azaldan? Azaldan bu texnoparkni ochilishi 2018-yildan boshlangan. Bu nimaga eng asosiysi ikkita yengil sanoat davlatlarida o'rtasida ham malaka oshirish, ham o'qitish, ham shu yangi dizaynerlarni chiqarish, studentlarni o'rgatish, ikki davlat o'rtasidagi o'zaro brendlar almashinuvi. Chunki Koreya brendi O'zbekistonga kirsa yaxshi, ularda bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotni Koreyaga borib sotilsa ham import ham eksport vazifalari amalga oshirish ko'zda tutilgan. Eng avvalo o'sha eng yaxshi mutaxassislar chiqarish, shu butun dunyo talabiga javob beradigan standartli mutaxassislar chiqarish, ham ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Endi dizaynerlarimiz bor. Hozirgi kunda Yengil sanoat institutida ishlab turibdi dizaynerlar. Bu dizaynerlar asosan haute couture yo'nalishida ishlasa, bizim asosiy maqsadimiz ishlab chiqarish dizaynini yaratish. Chunki bu yo'nalishda odam individual bo'lishdan ko'ra bu brend yaratishga va brendda rivojlanishiga hissa qo'shadigan dizaynerlar chiqadi. Bu texnoparkka sizni rahbarligingizdan oldin ham kelib turardik, har xil tadbirlarga, mastermindlar qilardik, boshqa-yu. Lekin 100% bu texnoparkni возможности bilan, infrastrukturasi bilan foydalanib, korxonalarni bu yoqqa kelib qanaqadir hab vazifasini bajarmagan. Shu paytgacha ochiq aytish kerak. Bilishimcha, texnoparkni mazmuni, infrastrukturasi korxonalarga qanaqadir исполнитель, realizator ideya bo'lib berish kerak edi. Haligacha buni ko'rmadim, shunaqa joy bo'lganini. Hozirda bilishimcha shu noyabrdan beri ish boshlagan bo'lsangiz, ancha loyihalar start berildi. Уже mana podkastni studiyalar qilindi, fotozonalar qilindi, korxonalarga yordam bo'lsin deb. Yana qanaqangi loyihalar bor, nimalar qilindi hozirgacha? Endi masalan, texnoparkning asosiy maqsadi ba'zan chet eldan keladigan bo'ladi, boshqa joydan keladigan o'zimizning biznes egalarimizmi, tekstilchilarimiz, yengil sanoatchilarimizga ochiq bo'lishimiz kerak. Ular mana shu yerda B2B uchrashuvlarni o'tkazish, mahsulot kolleksiyasini yaratib berish, keyin masalan o'zini ishlab chiqaruvchini magazinchiga taqdimotini o'tkazish.
Lekin magazinchilar talabiga bularga uchrashuv yaratib berish, studentlarga ishlab chiqaruvchilarni ko'rsatib berish, chet eldan keladigan tashkilotlarimiz va nimalarimizga o'z chaqirib berib, biz ishlab chiqaruvchilar chaqirib berib, o'zlarining mahsulotlarini ko'rgazmalarni tashkillashtirib berish. Chunki buning ichida mana shu hub vazifasini bajarib bersa O'zbekkere texnoparki har bir davlat va har bir ishlab chiqaruvchini o'rtasidagi mos vazifasini bajaramiz. Ular yechib berishga imkonimiz bo'ladi. Chunki hamma odam biladiki, mana shu kuni masalan har haftani masalan birinchi haftasi, oyning birinchi haftasi magazinchilar kuni. Shu olib sotuvchilar kuni. Hamma ishlab chiqaruvchi o'zining mahsulotini olib kelishi mumkin. Ikkinchi haftasi bu seriyotchilar kuni. Hamma shu o'zining xom ashyolarini olib kelib, ishlab chiqaruvchilarga taqdimotini qiladi. Mana shunday vazifalarni amalga oshirib borishimiz mumkin. Keyin masalan hozir juda ko'p davlatlardan bizga takliflar kelib, O'zbekiston mahsulotini olmoqchi bo'lgandan keyin ularda sifat nazoratini o'zini mutaxassislarni olib kelib bu yerga joylashtirish ham ancha mablag' talab qiladi. Shuni o'rniga biz mana shu yerda o'sha eksportga yo'naltirishdan oldingi jarayonlarda biz namunalarini ko'rib, masalan sertifikatlarini ko'rib, qanday to'g'ri qilib jo'natsa bo'ladi. Ular tekshirib berish imkoniyatlarini ham shu yerda yaratishimizga harakat qilyapmizki, biz bilan har taraflama bog'lansin. Masalan, hozir shuni eng katta nimaga yaqinda Xitoy davlatiga borib keldik. Xitoyda eng zo'r ishlab chiqaruvchilarga ham eng yaxshi dizaynerlar kerak. Biz aynan mana shunda hozir Xitoyga nima eksport qilishimiz mumkin yengil sanoat sohasida biz dizaynerlar eksport qilsak bo'lar ekan, g'oya, dizayner, uslub eksportini qilsak bo'ladi. Chunki ular bilan talab katta. Xitoy bozori juda katta talab, chunki ular butun dunyodan shu dizayner modellarni olib ishlatishyapti ekan. Biz ham aynan shu vazifani yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozir Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda ishga boshladik, shartnomalar qildik. Endi mana shu dizaynni chiqarib, ko'rsatib, butun masalan Google'da ko'rgan bo'lsangiz, Google o'zini aytishniklari bilan ishlab turgan bo'lsa, biz ham kelajakda o'sha texnopark ham o'zini dizaynerlari bilan shunaqa katta masshtabli coworking markazi bor, o'zini g'oyalarini amalga oshiradigan tashkilot vazifasini bajarishga harakat qilamiz. Qarang, tashkilotlar, korxonalarda shunaqa mif borki, tekstil instituti bilan bo'lishiga qaramasdan bizada o'sha sredniy zveno deymiz, o'rta zvenoda dizayner, konstruktor, texnologlariga katta ehtiyoj bor, lekin kerakli malakali nimalar yo'q, mutaxassislar yo'q. Shuning uchun ko'plar chetdan olib kelishadi. Hozirda siz aytgan ishni qilish uchun yetarlicha bizada potensial bormi? Mutaxassislar bormi? Birinchi o'rinda qilib turgan ishim juda ko'p bitta professor domlalarimiz bor, juda ham yaxshi, bular ilmga ega, lekin ishlab chiqarish jarayonida ular ko'p qatnashmagan. Hozir chet eldagi tashkilotlar bilan biz borib gaplashyapmizki, aynan shu dizaynerlarimiz bizga professor o'qituvchilar emas, biz ishlab chiqarishda professor o'qituvchilari kerak. Mana shu jarayonda har kuni qatnashgan, har kuni shu jarayonda ishlab turgan, shu o'zini ustida his qilib turgan, o'zini mahsulotini eksportga yo'naltirib turgan odamlarni men o'shalarni o'qituvchi qilib olib kelmoqchiman. O'shalar bizga ham o'zini hayotini gapirib bersin, o'zini jarayonini ko'rsatib bersin, chunki ular har kun o'sha yerda qolgan. Endi professor o'qituvchilarimizni hamkorlikka olib kelsak, ular ham jarayonni ko'radi, ham amaliyotni ko'radi. Shu amaliyotni shu joyda o'zi tashkillashtiryapmiz. Mana hozir tikuv xonalarimizni qayta jihozladik. Laboratoriyamizni qaytadan tashkil qilyapmiz. Chunki mana O'zbekkere laboratoriyasini ham gapirib ketdik. Hozirgi kunda bizda 19 turdagi laboratoriya o'tkazish imkoniyatimiz bor. Bu nima uchun kerak? Bizda ko'pchilik o'ylaydiki, qachonki sertifikat bo'lsa, yo sertifikat uchun kerak bo'lsa laboratoriya o'tkazamiz. Yo'q, bu laboratoriyaning har bir kichik mayda tashkilot ham o'zini mahsulotining sifatini bilmoqchi bo'lish uchun kelib bizga murojaat qilsa, biz uni materialini sifati, qanaqa sostavi, tarkibi, yo'nalishi, masalan, kichik tashkilot ham pechat bossa, masalan, o'ziga gul bosadi, o'sha gul qanchalikda cho'zilishi bor, qanchalik chiqib ketishlari bor. O'shalarni biz tekshirib berishimiz mumkin. Bu nima beradi? Bu bozorga chiqqanda sifatli mahsulot olib chiqish uchun beradi. Unga sizga sertifikat olishingiz shart emas, unga falon pulga. Faqat shu laboratoriya analiz o'zingiz uchun kerak va uni xodimga yoki birorta
nimaga berganingizda, sotganingizda xaridorga siz o'zingizda 100% ishonasizki, sizda bu laboratoriya xulosasi bor. Chunki materialingiz o'zidan o'zi yirtilib ketmaydi, chirib ketmagan. Chunki masalan bizda shu narsalar bor. Qaysidir davlatlarda yoki qaysidir ishlab chiqaruvchilar o'zimizning qolib ketgan materiallarini, xom ashyolarini sotuvga chiqarishadi. Lekin qaysidir tashkilot uni sotib oladi. Uni sotib olgandan keyin u o'sha mustahkamligini bermaydi. Shuni bizga kelib tekshirib olsa, biz aniq xulosasini beramiz. Masalan, u palon pulga olmaydida, ki o'sha xom ashyoni arzonroq bozorga sotishi mumkin. U narsani masalan bo'yamaydi. Bunga sabab aytamiz, yaqinda bir Yevropaning tashkiloti kelib bizga zakaz bergan, qaysidir kompaniyamizga, O'zbekistonda kompaniya zakaz bergan. Ular eksport qilsa, ishlab chiqarib bergandan keyin mahsulot ipi mana bo'yalgandan keyin tolalar yorilib ketgan. Tolalar yorilgandan keyin bu brak kimga o'tadi? Kim mahsulot egasi? Bu ishlab chiqarib beruvchi. Ishlab chiqaruvchi bu faqat tikuv sifat nazoratiga javob beradi. Lekin material sifatini material ishlab chiqaruvchi javob beradi. Uni boribki materialni tekshirishga bizga Texnopark tekshirib berdi. Xulosa, material ishlab chiqarishda emas, buni ip yigirishda muammo. Ipda uzilgan tolalar bor. Ipda uzilgan tolalar bo'lgandan keyin hamma ishtirokchi o'sha ip yigirish tashkilotiga qo'yildi. Chunki bu shu narsa bo'lmaganda bu tashkilot masalan sovug'ini yerdida. Shuning uchun biz har bir ishni qilyapmizmi, ipidan tekshirib berish imkoniyatimiz bor. Ichidagi turk tarkibini tekshirib berishimiz bor. Masalan, hozir ko'pchilik mana bozordan mahsulot oladida, mahsulotning ustida mas yo'q, materialda sostavi yo'q, tarkibi yo'q. Tarkibini ham biz bemalol tekshirib berishimiz mumkin. Masalan, yana yaqinda bitta ish bo'ldi. Oq bilan qorani birga tikishyapti. Bu yuvgandan keyin oqga qoraning rangi o'tib ketyapti. Aynan mana shu narsalarni biz O'zbek Koreya Texnoparkda hozir tashkil qilgan sertifikat laboratoriyamizda tekshirib beramiz. Bu kraska moddasi qanchalik turish ustuvchisi bor. O'shalarni ham tekshirib berish. Masalan, bunga bu sertifikat kerak emas. Chunki buni ishlab chiqaruvchini o'zi bilsa bo'ldi. Chunki o'zi 100% ishonch hosil qilish uchun. Juda dolzarb muammo bu. Aslida juda ham kerak narsa, chunki jarayon qanaqa bo'lyapti? Buyurtmachi zakaz berganda korxona o'zini agar tekshirsa, ertaga bu klient qaytib kelishini nimasini protsentini oshiradi. Keyin o'zini nima deydi? Brak shtraflaridan himoyalaydi bu narsa. Eng muhimi bu yerda nima ko'ryapman? Ko'p korxonalar bunga o'sha matodan, egirudan boshlab kirishmaganini evaziga birikta korxona masalan shunaqa brak holatda olib chiqqani uchun eksportga butun boshli O'zbekistonni tekstili to'g'ri fikr bo'ladi. O'sha bizani milliy brendni himoya qilish uchun ham bu aslida kerak. Shuning uchun biz hozir harakat qilyapmizki, hamma narsa asta-sekin boshlanadi. Mana Yengil sanoat agentligi tashkil topdi. Mana shuni asosiy maqsadlaridan biri ham shu milliy brendni chiqarib berish. Bu milliy brend deganda har xil nomning ostidagi brendlar emas, yo'q. O'zbek brendini, mana shu o'zbek made in Uzbekistan degan sifat nazoratini chiqarish. Standartini chiqarish. Bu ichki bozor bo'ladimi, tashqi bozor bo'ladimi? Chunki insonlar ishonch hosil qilish kerak. Masalan, Koreya mahsuloti deyapsizmi, bu koreyskiy ekan deydi insonlar. Ertaga biz ham mahsulotimiz chiqqanda bu o'zbekskiy ekan desin. Shu o'zbekskiy nimasi bilan beramiz? Masalan, Yaponiyani texnologik jarayondan beryapmiz. Koreyani sifatdan beryapmiz. Germaniya o'zini ishlab chiqarishini uzoq yillar xizmat qilishi bilan Germaniya sifatiga yetyapti. Italiya nima deyapti? Italiya o'zini tabiiy mahsulotlardan ishlab chiqarilgan Italiya brendi bo'lyapti. Nimaga endi o'zbek brendi nimadan chiqaramiz? Nima uchun chiqaramiz? Shu o'zbek brendi ham endi biz yangilik qilishimiz shart emas. Biz hammasini umumlashtirib qo'ysak bo'ldi. O'zbek brendi, o'sha aytsin, o'zbek brendi nemis texnologiyasi bor ekan, yapon texnologiyasi bor ekan, nemis chidamliligi bor ekan, koreysda qangi hammasi bor ekan, Xitoyda qangi tezligi bor ekan. Hammasi umumlashsin. Italiyada qangi fasoni bor ekan. Biz 5 tasini umumlashtirganda biz boshqa davlatlarga shuni taklifini berishimiz kerak. Mana bizda shunda o'zbek brendi chiqadi. Chunki haligi bu yillar davomida yengil sanoat rivojlanib kelyapti-da. Chunki yangilik yaratishimiz kerak emas, faqat hammasini kimda yo'q narsani umumlashtirsak bo'ldi.
Gapingizga qo'shilaman. Yaqinda bitta texnolog bilan tanishdik. Ular bu sanoatda o'sha tekstil institutini bitirgan ekanlar bu sanoatda уже necha yildan beri faoliyat yuritib, eng главный UTP deymiz. Afzalligimiz shundaki, tolamiz именно trikotaj mahsuloti uchun eng nima deydi, to'g'ri keladigan tola ekan. Uzunligi bo'yicha. Yaqinda ham Litvadan zaпрос tushdi bizaga. Aytishdiki, Jordan Nike futbolkasini tiktirmoqchimiz именно O'zbekistonda. Nimaga? Chunki biz o'rgandik, o'sha tolani именно shu качествоda peeling pitch effect deydi. Pitch effectni qilib bera oladigan именно tola O'zbekistonda ishlab chiqarilar ekan. Shuning uchun biz sizlarga zakaz bermoqchimiz. Endi bu yerda boshqa tomoni уже ochiladi. Qanchalik korxona tizimlashtirilgan, qanchalik o'zini mahsulotini to'g'ri upakovka qila oladi. Upakovka degani o'sha lookbooklar, to'g'ri yetkazib borish, menejerlarni o'sha narsani ustunliklarni, afzalliklarni to'g'ri buyurtmachiga yetkazishi to'g'risida gap ketyapti. Shu bo'yicha ham Texnoparkda qanaqa ishlarni qilsak bo'ladi? Biz hozir mana Texnoparkda Fashion Incubator loyihasini boshladik. Undan keyin qisqa kurslarni boshladik. Bu kurslar nima beradi? Mana shu eksportga chiqadigan tashkilotlarda nimaiki muammolari bo'lsa, biz bilan gaplashsa, biz shu brend bookini yaratib berish, logotipini qilib berish, keyingi yil kolleksiyalarini, masalan, biz ham 1 yil, 2 yil oldin kolleksiyaga chiqishimiz kerak. Biz sizga aytib beraman, 2014-yil men Germaniyadan Bas shahriga borganimda, Ximikat ishlab chiqaradigan bu juda katta kompaniya, shu Ximikat har xil yo'nalishlari bor. 2014-yilda borsam, meni qo'limga 2020-yilgacha namunalar berdi. 2020-yilgacha, qarang, 6 yillik o'zini planida qanaqa ranglar, qaysi mahsulotlar, nimalar berish mumkin? Yengil sanoatga, charm sanoatga, avtomobil sanoatiga. Qarang, bitta kraskani shuncha yillik reja suribdi ekan. Biz ham kerak bo'lsa, masalan, har bir tashkilotga o'zini mutaxassisligi, o'zini qiziqishidan boshlab turib, o'sha yillik rejasidan tortib, marketingga tortib, biz hamma xulosasini qilib, birgalashib ishlab, analiz bilan. Chunki hamma yoqqa ilm kerak. Ilmsiz bu hech qaysi sanoat yurmaydi. Bu har bir sanoatda bo'yicha ilm kerak. Shu ilm bilan biz yondashib, ularni bilmagan narsani o'rgatib, mutaxassislarimiz bor, professor domlalarimiz bor, ishlab chiqarishdagi odamlarimiz bor. Ular bilan hammasi muhokama qilib, ularga masalan tayyor ishlab chiqarishdan oldingi namunalargacha qilib berib, keyin o'zlarini ishlab chiqarishiga joylashtirishlari ham mumkin. O'shalarni amalga oshiryapmiz. Mana hozir Instagram sahifalarimiz, saytlarimiz ishlab turibdi. Masalan, siz ko'rib, masalan, modellarni ham o'qitish. Bu modellarimiz o'zi nima kerak ekan? O'zbek modellariga ham juda ko'p talab bor ekan. Ularda ham 4 ta 5 ta emas, kerak bo'lsa millionlab o'g'il-qizlarimiz dunyoda fashion industriyasiga kirsa bo'ladi. Model bo'lib kirsa bo'ladi. Endi bu bolalar kiyimi bo'ladimi, sport kiyimi bo'ladimi, uy kiyimlari bo'ladimi, biz ularga o'sha modellarni ham to'g'ri talqin qilib bersak, o'zbek mentalitetida shu narsani berishimiz kerak. Faqat Yevropaga moslashimiz kerak. Biz Yevropa bizga moslashsin. Chunki hozir imkoni bor. Bu yana biz eng katta imkoniyatimiz hozirgi davrda O'zbekistonda 1 yilda 1 millionga yaqin bolalar tug'ilish bo'lib turgan bo'lsa, Yevropada va boshqa davlatlar aholi soni kamayishiga olib kelyapti. Bu nima degani, bizga nima yutuq beradi? Kelajakda aynan mana shu brend sohasi bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, dizaynerlar bo'ladimi, bizni yoshlar ulg'ayib chiqyapti. Ularda o'rniga tayyor biz mutaxassislar chiqib egallaydi bo'ldi. Yaqinda Fashion Business jurnalining rahbari bilan tanishdim. Ular ham shu fikrdalar, aytayotdilarki, hozirgi paytda vostochniy motivlar moda bo'lyapti, trendga chiqyapti, autentichность modaga chiqyapti. Ya'ni yaponskiy qanaqadir nima ko'rinishda kiyimlar, hozir yana mana shu sultankalar moda bo'lyapti. O'sha siz aytgandek, bizning mentalitetimizga to'g'ri keladigan uslubda chiqarsak bo'ladi. Bitta yagona brend to'g'risida gapirganimizda, fashion to'g'risida emasda, o'sha kontraktniy производствоda gapirganimizda qanchalik o'rta segmentga kira olamiz hozirgi kunda? Chunki hozir mass market va основном bizning yo'nalish. Biz endi haliga unga biz o'sha o'zimiz korxonalarda, tashkilotlarimiz biz hammamiz o'tirib birgalashib endi biz endi nima
birlashadigan davrga keldik. Shunaqa. Chunki hammamiz o'zimiz tarqoq yurib, hammamiz ko'rdikki, qayerdadir biz imkoniyatimiz bo'lmadi, qayerdadir bu mass market bizga foyda bermadi. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, mass marketni xitoychalik ishlab beradigan davlat yo'q. Shunaqa. Nimaga? Chunki Xitoy, masalan, kuni bitta jurnalistim menga savol berdilarki, biz qachon Xitoyda mahsulotini urib chiqib keta olamiz? Yo, biz Xitoyda mahsulot urib chiqib ketishimiz kerak emas. Xitoy eskidan dunyoda tan olingan davlatlardan biri ishlab chiqarish bo'yicha. Farfor deysizmi, ipak deysizmi, qayerdan kelgan? Shok, hammasi Xitoy. O'sha davrlarda eng zo'r narsalar Xitoydiki. Ishlab chiqarish tartib, ishlab chiqarishdagi jarayon, ularning mutaxassislari, ularga yetishimiz juda qiyin. Lekin biz eskidan kim bo'lganmiz? Biz savdogar bo'lganmiz. Ipak yo'lida bitta narsani olib kelib u davlatga sotgan. Hali Hojiboyda gapi bor, juda to'g'ri gapirgan gapi bor. G'o'zapaynikiga bo'lib sotadigan odam biz. Xitoydan ham eng zo'rlarni olib kelib, zo'r upakovka qilib, vastochnikda qo'yib turib, dunyoga o'shani sotib, o'zimizni qo'shimcha qiymat solig'imiz bilan bersak ham, biz butun dunyoga chiqishimiz imkonimiz bor. Nimaga biz hamma narsani musorda olib kelib, musorda qayta tashlashimiz kerak emas? Biz zo'r narsasini olib kelaylik, zo'r narsani yana yaxshilaylikda. Mana Mercedesda Brausi bor. Biz ham xuddi Mercedesni olib kelaylik, Brausga aylantiraylik, sotaylik. Yengil sanoatda ham shu. Siz birlashish to'g'risida gapirdingiz. Juda ham bu og'riqli nuqta, chunki men ham ish jarayonimda birlashtirmoqchi, внутренний kooperatsiyani yo'lga qo'ymoqchi bo'lganman. Lekin bitta narsani angladim, ko'p ustozlar, tekstilda ustozlar menga aytishdiki, birlashtira olmaysiz. Chunki biz birinchi mastermindimizni choyxonada qilganmiz-da. Korxonalarni yiqqanimda ular aytishdiki, g'oya zo'r, to'g'ri, birlashishimiz kerak, lekin meni yonimda bir nechta o'sha meni segmentimda ishlab chiqaruvchi bor. Men ularga sekretlarimni, ta'minot bazamni aytsam, bu meni konkurentim-ku deb savol berishganida men aytganmanki, aslida konkurensiya yo'q. Agarda biz masalan birlashib, qanaqadir siz aytgandek yagona standartda brend qilmasak, bu O'zbekistonda kelayotgan klientlar bizda qolmaydi-da, qo'shni davlatlarga berishadi zakazlarni. Men bitta narsani tushundim, men uchun insight bo'ldi. Agar rostdan ham o'sha davlatimizni rivojlantirishi uchun shu maqsadda bitta odam yo'l boshlasa, sabrli bo'lsa, baribir birlashtira olar ekanmiz. Chunki уже 4-5 mastermindda korxonalar ochiqchasiga kerak bo'lsa ta'minot bazasi bilan bo'lishni boshlashdi. Klientlarini bir-biriga berishni boshlashdi. Barcha ishni boshidan oxirigacha bitta odam shug'ullansa, qilsa bo'lar ekan bu birlashishi. Shu texnoparkni qoshida shuni qilishimiz kerak deb o'ylayman. Aynan mana shu texnopark shuning uchun tashkil qilinyapti. Xudo xolasa, biz hamisha ochiq, biz shu texnoparkda kerak bo'lsa, men oddiy yana bitta qisqa nimani aytaman sizga. Biz o'zi nima bilan eksportga chiqmoqchimiz? Men hozir shu narsani harakat qilaman. Aeroportga, butun o'zimiz aeroportimizga shu yengil sanoatimizni burchagini qilmoqchimiz. Burchagini qilamizki, nimaga? Sanga mabodo yengil sanoat sohasi bilan charm sanoat sohasi bo'ladimi? Imkoniyatlar kerak bo'lsa, mana bu joydan ma'lumot olishing mumkin. Bu ham yangilik emas. Buni men Xitoyda ko'rib keldim. Infostand. Keyin har bir sohamizni sohalarga bo'lib berish kerak. Mana qarang, Xitoy nimaga rivojlanyapti? Men yana Xitoyga qaytyapmiz-da. Xitoy har kuni reklama beryapti. Sizga banni mahsulotlari kerak bo'lsa, mana bu shaharga boring. Yengil sanoat narsalari kerak bo'lsa, mana bu shaharga boring. Ularning umumlashini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu davlatga keling. Mana bizda ham imkoniyatimiz bor. Mana shularni umumisini ko'rmoqchi bo'lsang, ertaga O'zbekkoreya texnoparkiga kelsang, biz to'liq ma'lumotlarni beramiz. Chunki sana talabingga javob beradigan 3000 talik ishchi o'rni kerakmi? Namangan, Andijon, Farg'ona, mana bu davlatlarda 3000 talik, 5000 talik ishchi o'rinlik tashkilotlar bor. Sifati mana bunda. 100-200 talik kerakmi? Yuqori sifat kerakmi? Mana bu, mana bunda. Biz ularni bir-biriga bog'lab, to'g'ri yo'nalish ko'rsatishga imkon bo'ladi. Hozirda shu gapingizga texnopark binosida nechta etajda imkoniyat bor. Korxonalarning ko'pisi
80% deylik vodiyda joylashgan o'sha imенно tekstil bo'yicha. Ko'pini nimada Toshkentda poytaxtda ofislari yo'q. Shu yerda o'zlarini showroomlarini ochishsa bo'ladimi kelib masalan? Albatta, mana shu yerda mana hozir bitta joyimiz bo'shadi. Bir 500 kvadrat joyimiz bor. Mana shu yerda hammalari o'zlarini showroomlarini biz tashkillashtirib beramiz. Shu showroom tashkillashtirsa, kelib butun ko'rib, hamma ham eksportyor bo'ladi, importyor bo'ladi, hammasi kelib shu yerda o'zlari mahsulotlarni joylashtirish imkoniyatlari bo'ladi. Biz bunga xursandmiz. Hamisha xursand bo'lamiz, chunki chet eldan keladigan eksportyor, importyormi, ular ham ko'rib mahsulotini qanchalik qaysi sifatdaligini ko'rish mumkin. Ularni masalan o'sha talabga javob bermaydigan bo'lsa, biz ularga o'sha talabga chiqish uchun yordam berishimiz mumkin. Masalan, o'sha stendlarini qilish, mahsulotlarni, kolleksiyalarini, luklari deydi, masalan, boshdan oyoq luklarini kelasi yillar uchun tayyorlab berishimiz mumkin. Aytishyaptiki, masalan, yana bir ishimiz bor. Mana bir bozorga ham men o'zim taklifim beraman. Masalan, har bir bozorchi masalan Xitoy davlati va boshqa davlatga borib o'zini mahsulotini ishlab chiqarib kelishyapti masalan, lekin bizga kelsa hozirgi kunda biz o'zlarini brendlarini yaratib, biz haligi qaysi davlatning brendlarini reklama qilib sotishmasin, o'zlarining brendlariga, chunki bozorda juda katta pul aylanadi, ular ham kelajakda o'sha aniq o'zini brendiga ega tashkilot bo'ladi. Ular ham bozorda o'zini o'rnini tayinlaydi, keyin ular o'zini, chunki hamma odam o'zini nomiga putur yetishini xohlamaydi, o'zi ham yaxshi narsa chiqarishni boshlaydi. O'sha yaxshi narsa ishlab chiqarishni boshlaganda biz ularga dizayni, loki, tabil meri hammasini qilib, yillik jarayonini beramiz. Masalan, kerak bo'lsa keyingi yil trendlarinimi, keyingi yilda analizlarini ulargacha beramiz. Ular o'shanga qarab o'zlarining mahsulotlarini zakaz berishlari mumkin. Bir yana bitta sizga case aytib beraman. Yaqin o'rtog'imiz iltimos qildi. Xitoydan juda katta partiya kurtka zakaz qilishgan. Chunki sifatlari yaxshi, hammasi yaxshi. Biz shuncha molimiz bozorda to'xtab qoldi. Keyin men so'radim, nima to'xtab qoldi desam, havo issiq keldi. Aynan hozir ekologiya vazirligini qoshida gidrometeorologik markazi bor. O'sha yerga borsa, biz ularda ham gaplashib berishimiz mumkin. Chunki keyingi yil iqlimi qanday keladi o'zi? Global iqlimda qanaqa o'sishlar bo'lyapti? Sen masalan shuncha kurtka chiqarishda o'rniga sezon masalan bu yil 6 oyga cho'ziladi. Shu 6 oyga tayyorgarlik ko'rishing kerak. Yoki sezon masalan qishki period 1 oyga cho'ziladi. 1 oyga tayyorgarlik ko'rishing kerak. deb o'shani oldindan aytib bersak, ularda shunchalik tavallari, mahsulotlari bozorlarda asatga bo'lib qolib ketmaydi. Tavakkalchilik emas, u sistemli ish bo'ladi. Ilm bilan ishlasak, mana biz tayyor, ochiqmiz hamma narsaga, chunki shuning ichida o'sib kelyapmiz, imkoniyatimiz bor. Chunki masalan hamma o'zini aytayapsizki, nimaga birlashib, masalan, men g'oyamni qilib ketishi mumkin. G'oyani yuqtirgan yo'qtirar ekanda. O'sha g'oyang amalga oshsa yaxshi. O'sha g'oya amalga oshmasa yomon. Siz qildingizmi g'oyani, men qildimmi, boshqasi qildimi, o'sha g'oya manfaatli bo'lsa xalqimizga biz xursandmiz. Shunaqa. Chunki to'qimachilik sohasi eng katta soha, ayollarni ish bilan ta'minlaydigan soha. Именно shu bizani hozirgi siyosatimizda kambag'alchilikni qisqartirishda eng katta his qo'shayotgan soha to'qimachilik sohasi deb o'ylayman. Meni ham motivatsiyam shu, korxonalar bilan ancha ko'p gaplashamiz, ko'p murojaat qilishadi. Ba'zida korxona rahbarlarini o'zini juda ham aqlli deb o'ylashadi. Unga sabr qilamiz, chunki o'rtada o'sha ayollar turgani shaxsan meni motivatsiyam bo'ladi. Yaqinda bitta narsa bo'ldi, sizning gapingizga tasdiq. Bu gipoteza emas, ya'ni siz aytayotgan narsa. Korxonaning rahbari kelib aytayotdiki, meni Moskvadagi представительствомda 50 ta sotuvchim bor. Har birining o'zining sayti bor deyapti. Ya'ni shunchalik tizimlashtirilgan, hayron qoldim. Men o'ylamadim shunchalik savdo bo'limi tizimlashtirilgan deb. Lekin ammo o'sha korxona rahbarini ham og'rig'i shundaki, men har safar klient qanaqadir individual podxod so'raydi. Masalan, Polsha mendan lookbook so'rayapti. Men qanaqadir B2C, B2B platformaga chiqmoqchiman. Masalan, Polshada Allegroda menga qanaqadir spetsifический fotosessiya kerak.
uning uchun menda mutaxassislar yo'q. Shunaqangi hab bo'lsaki Toshkentda deyaptilar o'zlari. Man keliydi, zadaniyamni beray, yuqori sifatda mutaxassislar bajarib bersa, men tayyorman to'lashga deyapti. Mana o'shaning uchun sohani qisqartiryapmiz. Qanday qisqartiramiz? Узкий profil deymiz, haligi maqsadli sohalar. Endi shuning uchun mana hozir bizda shuni imkoniyatimiz bor. Mana bu podkast zonamiz ham o'zimiz texnoparkda joylashgan, bemalol kelib ular bilan ko'rish mumkin. Masalan, keyin foto sessiyalarini qilishlari mumkin. Biz qilib beramiz, kerak bo'lsa ularda xodimlarini shu foto, video sohasiga o'qitib beramiz. Hozirgi kunda biz Italiyani mashhur bir fotograf bilan gaplashyapmiz. Ular ham kelib bizda malakasini oshirtirib beradi o'sha fotograflarimizni. Bu faqat fotograf va video montaj yo'nalishlarini ham amalga oshiramiz. Chunki bizga aytadiku, qancha yangi qon kirsa inson shuncha chiroylilashadi. Biz ham ishimizga qancha yangi insonlar kirsa, biz ham ishimiz shuncha chiroylilashadi. Chunki o'zimiz bilmagan narsani ko'ramiz. O'shaning uchun biz yangi qon, yangi talabni qilyapmiz. Hozir yangi bir endi fikr o'yladim, xudo xolasa amalga oshib bo'lsa, shu kichkinagina yoshlarda bog'cha yoshidagi bolalarni mana shuga qo'liga qalam berib, ruchka berib, shu dizaynni o'rgatish. Shu maktab yosh bilan, chunki shunaqa kurslarni ham qilib mana shu yerda qilishimiz kerakki, nimaga har bir inson yoshlikdan biz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan narsani chizamizda, qo'limiz qalam ruchka olamiz. Shuni to'g'ri talqin qilib bersak, shu maktab bog'chalarga ham kirib borsak, biz o'zimiz shu yengil sanoat sohasidagi biz nafaqat kiyim-kechak bilan, balki ilm bilan, shu dizayn sohasi bilan, bilim bilan kirib borish imkoniyatimiz bor. Juda zo'r fikr etdingiz. Men o'sha Farg'onada Vodiyda ishlaganimda bitta xususiy maktabda proforientatsiyani o'tganman. 10-11 sinflar uchun. Ular meni iltimos qilishgan, fabrikalarga olib boring deb. Biza korxona Global Textilga olib borganmiz 11-sinf o'quvchilarini. Ular o'ylaganki, endi ularni ota-onalari bilan ham chetga chiqishar ekan, o'sha nima korxonalarni ko'rgan. O'sha Farg'onada turib ham bular ko'rishmagan ekan, naskолько texnologichniy, zamonaviy korxonalar borligini. Ular o'ylashar ekanki, faqat chet elda bor. Keyin ko'rishganda mehrlari oshdi. Ya'ni bu professiyani, bu mutaxassislikni, bu sohani populyarizatsiya qilishimiz kerak aslida, chunki Rossiyada hozir ko'p shaharlarda o'sha Ivanovo deymiz, o'sha tekstil korxonalari eng ko'p joylashgan okrug. U yerda eng dolzarb muammo shundaki, уже среднего возраста, ya'ni o'rta yoshli mutaxassislar yo'q bo'lib ketayotganligi, yoshi qarili уже ishga layoqatsiz bo'lganligi, o'sha professiya trenddan chiqib ketayotganligi. Agar hafta shunaqangi uchrashuvlar bo'lib tursa, bizani o'sha bitiruvchilarimiz, tekstil institut bitiruvchilari ko'rishsa, qanchalik perspektivniy, korxona rahbarlari kelib qanchalik bu yerda masalan biznesda rivojlanish mumkin, qancha daromadga chiqish mumkin, shunaqa uchrashuvlar qilasan, o'ylaymanki bu tizimli, долгоиграющая istoriya bo'lar. Biz hozir oliy ta'limga ham xat beryapmiz. Sababi hamkorlikda ishlashimiz kerak. Dual ta'lim deymiz. Aynan mana shu yerda masalan prezidentimiz ham yaqinda har bir rektorlarga vazifa berdilarki, talabalarni ishga joylashtirish masalasida. Aynan mana shu ishga karyerni, masalan yengil sanoat, tekstil sohasida mana shu vazifani biz bajarib bera olamiz. Mana ishda butun tashkilotni talablarini o'rganib turib, xodimlarigacha o'rganib turib, biz universitetlarga berishimiz mumkin. Universitetdan chiqib turgan talabalarni biz bu yerda yana malakasini oshirib turib, o'sha tashkilotga kerakli mutaxassisga yetkazib turib, ularga berishimiz ham mumkin. Men bu gapingizga juda ham qo'shilaman, chunki o'sha aytganimdek Vodiyda ishlaganimda menga iltimos qilishdi. Tekstil institutidan o'qituvchilarni kutib olib, производствоlarga ko'rsatib, jarayonlarni ko'rsatish bo'yicha. O'shanda ko'rdimki, ular birinchi marta именно ishlab chiqaruvchi jarayonlarni anaqa ko'rishyapti o'qituvchilar. Ular ko'rishmasa, bilishmasa, qanaqa qilib nimani o'rgatishadi? Ko'p korxonalarning ichida yurganimiz uchun, audit qilganimiz uchun butun boshli tekstil universiteti bor. Nimaga sizlarda kadr yetishmasligi bor? Chunki har bitta viloyatdan o'quvchi borib o'qiyapti deganimda,
Hech kimda bunga ответ yo'q. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi aytaman, chunki mana dual ta'limni bekorga aytmayapmiz. Dual ta'limda mana bir narsani men birinchi bo'lib aytganimda, odam sohani yaxshi ko'rish kerak-da. Sohani yaxshi ko'rmasa bu ishlar yurmaydi. Bu sohani kamchiligidan biri o'zini mana studentlarda men aytdimki, birinchi borib yengil sanoat bilan uchrashuv o'qiganimizda, studentlarda birinchi kursdan 3 yillik kursi ta'lim qanaqa olish? Ishxonalarda o'tsin. Kerak bo'lsa ishxonalariga o'sha auditoriyasini ushlab o'tirganda o'rniga o'sha 5 ta, 10 ta, 20 ta har bir hududiga moslab turib korxonalarda ichida auditoriyalar tashkil qilsin. Aynan shunaqa auditoriyalarni biz hozir o'zimiz Texnoparkda tashkil qildik. Nimaga? O'sha o'qituvchilar o'tirgandan keyin studentlar kelsa, ishlab turgan odam mutaxassis diplomsiz bo'lishi mumkin. Da. O'shalarda biz masalan o'qish tizimida diplomsiz odam dars berishi mumkin emas degan iboralar borda. Uni bir omma dars o'tib beradimi? Yo'q, bu umr davomida, mutaxassisligi davomida bu o'sha o'qishga imkoniyati, talabi bo'lmagani uchun bu o'qimagan bo'lishi mumkin. Lekin mutaxassis shularni baribir o'qitishini berishimiz kerak-da. Biz aynan mana shunaqa vazifalarda qo'yishimiz kerakki, biz 1-chi, 2-chi, 3-chi kurslar asosan ishlab chiqarishda bo'lsin, 4-kurs, 5-kurs diplom zashtasi, chunki qilgan, o'rgangan ishlarini o'sha yerda olib borsin. Chunki 4-kurs, 3-kursdan biz praktikaga beryapmiz. U oliy ma'lumotli bo'ladigan bola, ertaga hayotga tayyor odam, ertaga uylanaman, turmushga chiqaman degan odam ishga kelyapti-da, men yerda bir diplom yo'q odamga shogird bo'libsa, men oliy ma'lumotliman deydi. Uni eshitmaydi u. Shu muammo bo'ladi. Chunki bu kasb, zo'r kasb, tasavvur qiling, zo'r kasb, umr davomida kasb, tug'ilganki kasb oyog'iga qo'lida qolip bilan teri bilan ishlagan odamga institut bitirib kelgan odam kasbchilikka yoki shogirdlikka tushsa tushmaydi hayotda. Nimaga tushmaydi? Chunki oliy ma'lumotli u. Chunki bo'ynida galstugi bor. Qo'li qovormagan, terini his qilmagan. Ertaga oliy ma'lumot, ertaga o'zini yuqori klassdagi odamni tasavvur qilib, kasb bilan u chunki u kasb ko'rsiz, uchta ham yo'q, lak, kraska, tikuvchi ham hammasi ip bilan yopdi. Ulardan bu endi masalan insonmizda hammamiz. Ular bilan birga studentlarimiz gaplashgisi kelmaydi. Shunaqa. Uning uchun biz hozirdan bersak, 1-chi, 2-chi, 3-chi kursdan bersak, ular ustozim shunaqa bo'lar ekan. deb haligi o'sha mani ustozim birinchi marta men teri fabrikasiga kirgan, teri zavodiga kirgan, juda ham sassiq teri zavodlari. Sen bu baraka degan hidini iskab turib. Bu barakani hidini iskamasangiz, siz o sohaga kira olmaysiz. Mana shu haligacha esimda, mana shu deb turib bu barakani hidi deganda teri sohasidagi haqiqatda bu O'zbekistonda qanchalik eksportiga hissa qo'shgan teri sohasi. Uning ichidan biz mana mashinaga ishlab chiqaryapmiz, oyoq kiyim ishlab chiqaryapmiz. Endi bu his qilish kerak-da. Shunaqa. Bu gapingizga, men bu sohani sevish kerak degan gapingizga yana bitta fikrim bor. Hozir juda ham katta imkoniyatlar yaratildi. Shu yillarda ko'rdikki, целевое использование средств eng muhimi bor. Ya'ni maqsadli o'sha berilgan lьготаlar, nima deydi, jamg'armaga berilgan pullar deydimi, sohani rivojiga berilgan pullar adresni maqsadli ketyapti. Lekin hozirda endi vaqti keldi, качественное использование средств bo'lishi kerak. Uning uchun tepada mana shu sohalarning vakillari, rahbarlari помимо того, что sohani bilishi mumkin, Otabek aka bilishi mumkin, lekin ularni bu sohani sevishlari qanaqadir katta maqsadlari bo'lishi kerak. O'sha ularni yondirish kerakki, bir xilda ko'raman deb переговорlarda qanaqadir katta lavozimda o'tirgan odam bo'lishi mumkin, u sohani tushunishi mumkin, lekin energiya yo'q, tezlik yo'q, yonish yo'q. Entuziazm yo'q-da. O'shaning uchun o'tirib turgan lavozimida qanaqadir zo'r natija korxonalarga yordam bera olmayapti o'sha odamlar. Endi masalan bir narsa aytaman. Sohani rivojlantiradigan odam bor, sohani ushlab turadigan odam bor. O'shani ikkiga bo'lib olishimiz kerak-da.
Keyin rivojlanishda xohlaydigan tashkilotlar bor, xohlamaydigan tashkilotlar bor. Mana hozir eksport qilishimiz kerak, nimalar qilishimiz kerak deb bir bong uryapmiz, har xil sertifikatlar kerak deb harakat qilyapmiz, lekin eksport ham juda oson. Unga nima kerak? Muloqot kerak. Kommunikatsiya. Manada siz magazinga kiryapsiz, siz bilan qaysi magazinda yaxshi aloqada bo'lib turgan magazinga qaytib kirasiz. Albatta kirgan odamga sizga ham deysiz, odam qarasa, burnini jerib qarasa, saytdan chiqib ketasiz. Biz butun dunyo bilan shunaqa qaytib bizni so'raydigan odamlarga aylanishimiz kerak-da sohamizda. Bu sifatingizga ham kerak emas. Sifatni to'g'rilab olishimiz mumkin. Lekin ular bilan biz qalin do'st bo'lishimiz kerak-da. O'sha rahbar to'g'ri aytyaptilar, aytamiz, do'st bo'linglar, inoq bo'linglar, o'zlari ko'rsatib beradilar mana 5 ta davlat bilan do'st bo'lish kerakligini. Endi bizni davlatimiz kerak. Hali biznes egalari bir-birimiz bilan do'st bo'lishimiz kerak-da. Siz bilan bor, bola chaqang bilan bor, o'shani uyiga. Qani biz boryapmizmi? Yo'q, borganimiz yo'q. O'sha chet eldagi hamkorimiz uyiga. Nimaga? Chunki kommunikatsiyamiz qisqa. Shunaqa. Biz qachonki o'sha chet eldagi hamkorlarimiz uyiga bola chaqamiz bilan borish, ular biznikiga bola chaqamiz bilan kelsa, sifatimiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar biz eksport qilamiz-da. Shunaqa. Biz rahbarlar ham xuddi shunaqa holatga kelish kerak-da. O'sha soha egalari bilan biz hali vazirlik bilan uchrashib, qo'l qo'yib chapech olib ketishimiz emas. Biz aniq maqsadli borishimiz kerak. Bugun biz chet elga boryapmizmi? Aniq. Qaysi narsamizni kimga sotishimiz kerak? Biz aniq maqsadimiz bo'lishi kerak. Biz ulardan oldin mana shu kompaniya kim biz mahsulotini qurolli kuchlarga beramizmi? Qurilishlarga beramizmi? Qurilishda o'sha rahbarlari kim? O'shani egalari kim? O'shalarga biz to'g'ri borishimiz kerak. O'shalar bilan to'g'ri o'tirishimiz kerak. Biz katta nimalarda emas, uchrashuv zallarida emas, ularda fabrikasida o'tirishimiz kerak. Ularda qurilishda o'tirishimiz kerak. Ularda kamchilikni eshitishimiz kerak. Bitta stolda o'tirishimiz kerak. Aytadi-yu, xitoyliklar ham yaxshi maqola borda, hamma biznes stolda ustida kelishiladi. O'sha oziq-ovqat yedingmi, birga choy ichdingmi, ular yarim soat, 3 soat o'tirib ketmaydi. Ular o'sha bir kunlik planini haligi biz bilan memorandum qilish, bir narsalar qilish uchun o'tkazmaydi. O'sha yerdan kerak bo'lsa, birga dam oladi. Birga dam olgandan keyin haligi qanday dam olish? Golf o'ynaydi, sport bilan shug'ullanadi, zalga chiqadi birga. Mana shu bular dam olish ular uchun. O'sha yerda keyin nima Koreya davlatini biz bilan hamkorlarimiz bor. Koreya davlatini borsam golfga boradi meni. Golfda nima qilasizlar o'zi? Desam, biz hamma pregovorimiz golfda bo'ladi deyapti. Biz qaysi tashkilotimiz golfga borib birorta pregovor qildik. Golf o'ynashni bilamizmi o'zi? Yo'qda tennis o'ynaymizmi birga? Yo'q-ku. Bir endi rahbarlarimiz bilan tashkilot rahbarlari ham nimalarimiz ham o'sha prezidentimiz bekor aytmayaptilar, sport bilan shug'ullangan, chunki sport bilan shug'ullansangiz, ikkita kachok bir-biri bilan kachok temasida gaplashadi-da. Boshqa nima temada gaplashadi. Ikkita tennischi tennis sifatida gaplashish uchun kommunikatsiya osonlashadi. Mana shu marketingda bitta nima bor, понятие bor, kanal продвижения deymiz. O'sha sportda ham bu o'ziga yarasha kanal продвижения-da. Bo'lmasamchi, chunki hamma успешный insonlar hammasi sport bilan shug'ullanadi. Nimaga? Chunki u o'ziga vaqt ajratishni boshladi-da. O'ziga vaqt ajratdi, chunki o'zi nima demoqchimanki, nimaga sport bilan shug'ullanadigan savolga odamda tanasi shu odam qanchalik qobiliyatli va qanchalik o'zini ustida ishlaganligini ko'rsatib berar ekan. Chunki o'zini ustida ishlamasa inson, haligi 5 metr qorni chiqib yursa, o'zi semirib ketgan bo'lsa, chunki o'zini ustida talabida ishlamayapti, qanday sohasida ishlaydi bular? Endi savolni ko'ryapsiz. O'zidan boshlanadi. O'zi, chunki bu o'zini ustida ishlash mashaqqati katta ekan. Shuning uchun o'zini ustida ishlaydi, sohasida ishlaydi, ish yuradi. Shuning uchun birgalashib biz qisqa kommunikatsiyalar qilishimiz kerak, birgalashibdi. Chaqirishimiz kerak esa, bola chaqang bilan kel. Biz korxonamizga kelmoqchi bo'lsang. Da. Oilang bilan kelgin. Nimaga oldingi avlodlarda ahillik bo'lgan rahbarlar o'rtasida. Hozirgi kunda shu rahbarlarning o'rtasida ham ahillikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Har xil soha bo'lishidan qat'iy nazar. Otabegiga qarang, texnoparkka tushunishim bo'yicha xodimlaringiz bilan tanishdim. Har bitta bo'limda целый media komanda ham ishlayotgan ekan.
Hozirda nechta xodimingiz bor qaysi yo'nalishlarda ishlashyapti? Bizni hozirgi kunda o'quv jarayonimiz bo'yicha ishlashyapti. Professor o'qituvchilarimiz bor. Bular planshetda chizish, marketing qilish, SMM xizmatlari, CRM xizmatlari, laboratoriyalar. Bu laboratoriya o'sha aniq mahsulotini ko'rib berish. Biz maslahatini ham beramizda. Lekin biz shunaqa qilsa bo'laylikki, siz nima xohlayapsiz emas. Siz xohlab turganingizga maslahat ham berishimiz kerak. Siz menda adashyapsiz, menda buningiz. Endi bu do'stona berishimiz kerak-da bu soni. Ular ham bizni to'g'ri qabul qilish kerak. Shunga tayyor bo'lsa tashkilotlar biz hamisha qo'limiz ochiq. Masalan, patka zona. Masalan, yengil sanoatga nimaga patka zona kerak deydi. Har bir tashkilot rahbari o'zini tashkilotini ko'rsatib bera olmasa, ana kim ko'rsatadi? Sohani o'zini egasidan yaxshi odam ko'rsatib beradigan odam yo'q. To'g'rimi? Shunaqa. O'zini birinchi mana kuni Qozog'istonda biznes uchrashuvda bo'ldim. Juda katta seminar qilindi. Butun dunyoni haligi boy insonlari, haligi faqat professor olimlar boy insonlari, masalan, o'zini kitoblarini chiqargan, masalan, Ben Sherman, Walt Disney rahbarlari bilan uchrashdik. Booking.com'da rahbarlarni uchrashdik. Ular nima deyapti? Hech qaysinimiz biz operatsiyonkadan chiqib ketmaymiz. Har bir xodim bilan o'zimiz individual gaplashamiz deyapti. Shu soha uchun qarang, bular qanchalik katta gigant tashkilotlar o'zlari operatsiyonkadan chiqmas ekan. Biz o'ylaymizki, biz bo'ldi, mashaqqat deb operatsiyonkadan chiqib ketdik, biz rahbarimiz yo'q. Biz hamma rahbarimiz operatsiyonkaga tushishimiz kerak. Har bir xodimni ichini muammosini o'rganishimiz kerak. Oilasida muammosi bormi, nimaga muammosi bor? Bu narsani qilamiz chunki oilada muammosi bor. Uni biz yechib berishga harakat qilishimiz kerak. Biz har bir xodimni ichki holatini yechmas ekanmiz. Nimaga bitta xodim tushkunlikda yuradi? Nima sabab? Men o'rganamizmi? O'rganmaymiz. Shuni o'rganishimiz kerak. Tabiiy aka, shu bilan birga to'g'ri korxona rahbari bilishi kerak, hamma jarayonda yashash kerak bu bilan birga. Lekin masshtab to'g'risida gapirganimizda delegирование degan narsa bor. Bizda ko'p korxonalarda nimalar yo'q. Masalan, hozir отдел продаж deymiz, sotuv bo'limida. Hozir выставkalarga borganingizda ham ko'rgansiz, optingiz mana ancha katta. Korxona rahbarlari borishadi, o'zini mahsulotini zo'r biladi, yonadi bu bilan, chunki uni o'zini yaxshi ko'rgan ishi. Ko'pchilikda muammosi shundaki, bir vaqt o'zida nechtadir выставка bo'lishi mumkin yoki korxona rahbari bora olmasligi mumkin. O'sha paytda sotuv menejerlari siz aytganingizdek nafaqat mahsulotini zo'r bo'lishi kerak, undan oldin tarbiyali ko'rish kerak, lookbooklar, kolleksiyalar trendoviy ranglarda yaratish kerak, tarbiyali ko'rish kerak, yaxshi. Keyin ikkinchi jarayon boshlanadi, u konversiya deymiz. Mana mahsulotimizni ko'rsata oldik, jalb qila oldik. Marketing nima? Jalb qilish, uni chiroyli qilib jalb qilish. Уже konversiya отдел продажи, sotuv bo'limini nimasi, kompetensiyasi. O'sha bo'yicha Texnoparkda meni taklifim bor sizga. Butun infrastruktura sizni komandangiz bor. Mana shu dunyo standartlariga mos keladigan ko'rinish ham qilib berish, katalog ham, saytlar ham qilib berish kerak bo'lsa, lishni brendni ochib berish ham bor. Imijda shug'ullanishimiz kerak. Imij bilan shug'ullanmasak, har bir tashkilot imiji bo'lmasa bo'lmaydi. Da. Вот korxonaning keyingi etapi mana shu jarayoni kommunikatsiya dedik-ku, muomalani to'g'irlash, yaxshi klientskiy servis qilib berish. Ya'ni bizani mahsulotni afzalliklarni to'g'ri, ya'ni har bitta ingliz tilida bo'ladimi? Qaysi rынокка chiqmoqchi bo'lsak, bilishimcha sizda Texnoparkda hozir yezikovoy kurslar ham ochilgan. Masalan, biz shu kasbiy kurslarni ham tashkil qilyapmiz. Bu Koreya davlatiga chiqmoqchimizmi? Koreya davlati bilan mos shu sanoat yo'nalishimizda, shu ingliz sanoat yo'nalishida ingliz tili darslari. Koreys tilida koreys tilida darslar shu soha yo'nalishi bo'yicha. Xitoy tilida mana shu darslarni o'tish jarayonini yo'lga qo'yganmiz. Bu uchun o'sha konversiya zo'r bo'lishi uchun kommunikatsiya deymiz, искусство переговоров deymiz. Ya'ni o'sha переговорda siz aytgandek har bitta temada, mavzuda eng muhim narsa переговорda o'zi.
hal bo'ladi. O'sha Man aytaman yana biz hamisha kim bilan ishlashimizdan qat'iy nazar samimiy bo'laylik. Hali xitriy bo'lmaylik. ha, Haligi samimiylikni yo'lga qo'ysak, o'zi aytadiku, sen qanday bo'lsang, senga shunaqa muomala bo'ladi. odam uchraydi. Biz kim bilan borsak samimiy bo'lib uchraylik, o'zi xitriysi chiqib ketadi, samimiysi bilan ishlab qolamiz, ishimiz davom etaveradi. Biz haligi ko'pchilik tashkilotlarimiz haligi o'zida yo'q narsani aldashga urinib boradida, yo'q, aldashga urinish kerak emas. Menda bu yo'q, senga qilib bera olaman. U odamga farqi yo'q, kim qattiq qilishdan. Hamma asosiy narsamiz u mahsulot tayyor bo'lishi. Vaqtda tayyor bo'lishi, sifat. Samimiy bo'laylik. Chunki yana bitta aytaman, ustozimiz ko'p gaplari bor. Har bir odamga yaxshi yordamchi kerak, yaxshi shogird kerak. O'sha shogirdlarni tayyorlashimiz kerak-da mana shu yerda. Shunaqa. Hali hammasi o'zini manfaati uchun emas, korxona, tashkilotga manfaat keltiradigan shogird tayyorlasak, o'sha shogirdlar yana boshqalarni xuddi aynan shunday tayyorlashni boshlaydi. Siz boshida aytdingiz, bizani yutug'imiz o'sha savdoda biza kuchlimiz deb aytdingiz. Shu gapingizga taklifim bor. Agarda Texnopark o'sha image maker deylik, har bitta jarayonda yordamchi bo'la olsa, biz jamoamiz bilan tekstil korxonalari uchun biza kurs qildik-ku, o'sha kursni ham aytib ketmoqchiman-da. Masalan, Texnopark hamma yo'lni qilib bersa, katalog saytlarni qilib bersa, выставкаlarga tayyorgarlikni qilib bersa-yu, bu yerda menejerlarning nimasi bo'lmas. Menejerlardami? Menejerlarning saviyasi. Masalan, o'sha menejerlar saviyasini ham Saviyasini, saviyasini tayyorlaydi. Ularda masalan, qayerga borsa, stressga ustойчивыйmisan deydi. Stressga bardoshlimisan. O'sha kimdir kelib sizning mahsulotingizni yerga urib ketishi mumkin. Lekin siz o'sha mahsulotingiz shunchalik egaligiga siz o'zingiz ishonch hosil qilsangiz, chunki sotuv bo'lib egasini ham o'sha ishlab chiqarishga tiqishimiz kerak-da. U o'zi ushlab ko'rib, o'zi bilmasa, o'zi tishlab aytadi, o'zing tishlab ko'rdingmi deydi. O'zi tishlab ko'rmasa, oltinni sifatini oldin tishlab bilishgan. Mahsulotni ham sifatini tishlab biladi. Cho'zilishi, uzilishi tishlash kerak-da, chunki o'sha odam hali o'zini haligi his qilish repertuar his qilib ko'rish kerak-da mahsulotini. O'zi his qilmasa hech kim sota olmaydi. Chunki birinchi o'zing his qil. O'zing sot, o'zing kiyding. O'sha mahsulotni birinchi o'rinda o'sha brend o'zingni ustingda turibdimi? Chunki o'zingni ustidan brend turmasa, sen o'zingni brendingga ishonching yo'q. Shunaqa. Mana hozir Turkiyani bir aytib ketdingiz, yana shuni qaytib keldim men esga tushsam. Turkiya bozori ham yaxshiki 2-3 ta brend yaratib qo'ygan ekan. Hozir o'sha qo'llab-quvvatlab turibdi, lekin hozirgi kunga borsa Turkiyada ham juda katta muammolar yangi sanoat sohasida. Sababi ular o'zlari brend yaratmaganligi uchun afsuslanyapti. Biz ular qilgan, mana biz oldimizda tayyor oyna turibdi. Ular qilgan ishni biz qilmaylik endi. Biz hozirgi davrda biz har bir sohamizda brend chiqarishni boshlashimiz kerak. Nafaqat yengil sanoat sohasi, balki har bir sohada. IT sohamiz bo'ladimi? ITda mana O'zbekiston zo'r ekan desa, o'zini brendi bu. O'zbekiston brendi. Yengil sanoatda o'zini brendi bor ekan. Chiqarishimiz kerak. Biz har xil brendlar chiqarib, endi biz katta mollarga kirib borishimiz kerak. Bitta yig'ilganda biz o'zimiz brendimizni 10 ta magazinga kirib borsak, dunyo savdo markazlariga, shunda biz brend bo'lamiz. Chunki o'shalar bilan raqobatlashdikmi, biz endi qat'iy nazar siz ishlab chiqarish qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Siz yaxshi mahsulot ishlab chiqarmoqchimisiz, yaxshi material kerak, yaxshi serial kerak. Yaxshi xom ashyoni siz baribir chet eldan olasiz. Ularda talab yaratganimizdan keyin o'zimiz ishlab chiqarishni boshlaymiz. Otabek aka, prezentatsiyangiz bilan tanishib chiqdim. Shu yo'nalishda yagona brend yaratish bo'yicha уже loyiha ishga tushgan ekan. Oz fursat bo'lganiga qaramasdan, Uskor brendini ham yaratib ulguribsizlar. Hozirda korxonalar, o'zini brendi yo'q korxonalar, ya'ni bu tomonlama bilimi yo'q korxonalar kelib siz bilan hamkorlikda o'sha brend ostida ishlasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Chunki biz aynan mana shu uchun biz hamisha tayyormiz mana shu brendlar chiqarishga. Chunki o'zimizni ham his qilishimiz kerak-da. Masalan, hozir Xitoyda aytamiz, Xitoy nechta mashina zavodi ishlab chiqaryapti. Chunki o'ziga o'zi raqobat. Bizda ham qancha brendlarimiz ko'paysa, o'zimiz ichimizda shunchalik raqobatimiz kuchayadi. Chunki shunchalik o'zining nomini odam sizni nomingizga ishlab chiqargandan ko'ra o'zi nomiga bo'lgan hurmat juda katta-da. Shuning uchun o'zini brendini hamma yaxshi ko'radi. Otabek aka, o'zimning lичный savolim, ko'p hozirgi oxirgi paytda brend to'g'risida ko'plar gapirishni boshladi.
bunda ta'limi bor, ta'limi yo'q odamlar ham. O'zi brend to'g'risida kimni gapirishga haqqi bor deb o'ylaysiz? Hammani gapirishga haqqi bor. Da? Sababi O'xshab yo'qoldi. hamma odam orzu qiladi-da. Orzu qilmagan odamda o'zi yo'q. Masalan, u qishloqdagi bolachalarni ko'rsangiz ham Dolce Gabbana kiyib oldim deydi. Mercedesni orzu qilyapti, to'g'rimi? O'sha orzularni yaratib berishimiz kerak-da. O'sha orzularni yaratib berishga endi ularga biz shunday imkon yaratishimiz kerakki, qanday borasan shularga. Biz o'sha yo'lda ko'rsatishimiz kerak. Uni biz hech kimni cheklashimiz kerak emas. Chunki o'shalardan chiqadi. Mana jahon chempionati, masalan, dunyo tan olgan sportsmenlar kimlar? O'shalar. O'sha sohasi o'zini ustida kiyimi yo'q insonlar dunyoni boshqaryapti. Dunyoni o'sha men har qilaman, o'sha futbol sohasida bo'ladimi, boks sohasida bo'ladimi, Bahodir Jalolovlar ham eshitding intervyularini. Ular ham chempionlikka orzu qilgan insonlar. Otabek aka, men ham bu sohaga yaqinda kirib keldim. 1,5 yil bo'lyapti. Oldin mana shunaqa birlashtirish bo'yicha sizni g'oyalaringizga yaqinda bo'lgan meni g'oyalarim ham. Mana shunaqa yonib, kuyib gapirganimda menga g'alati qarashardi-da odamlar. Hozir men sizni shunaqa eshitmayman. Qanchalik kuch kerak, qancha energiya kerak-da buni. Chunki katta sabr kerak. Chunki искусственный baryerlar bor. Tushunmaydigan insonlar bor. Sizni mana shunaqa drayvingizni tushunmaydigan odamlar bor. Sizga kuch-quvvat tilayman. Bundan hech ham anaqa qilmang, как сказать, sovimang. Bu nimangiz, как его, огонек nima bo'lib qolmasin, o'chib qolmasin. Bizga nima yordam kerak bo'lsa, hammani jalb qilamiz bunga. Chunki shunaqa odamlar kamda aslida. Это как бы sizni maqtashda ham emas. Mana shu narsa bilan yonadigan, birlashish bilan yonadigan odam juda ham kam. Hozir shunaqa davrda yashayapmizki, hamma o'zimni ishim bitsa, o'zimni nimam bo'lsa, menga yetadi deb hamma nima chetda yuribdi bir-biridan-da. Endi butun mashhurlarda ishlari bor. Hammasini ko'rsangiz, hammasini ichida insoniyatga yaxshilik tegishi birinchi o'ringa qo'yilganda. O'shalar bor ham ishi bo'lyapti, o'zini manfaatini ko'zlaganlarda ham ishi bo'lyapti. Endi biz qanchalik tarixda qolishimiz. Masalan, Ibn Sino o'z davrida hayotini ilmga tikkan ekan, haligacha Ibn Sinoni eslaymiz. O'sha davrda qancha doktorlar bo'lgan, qancha tabiblar bo'lgan, birortasi bizgacha yetib keldimi? Yo'q. Mana shu yetib kelmaganlar o'zini manfaati uchun yashaganlar. Xalq manfaati uchun yashaganlar. Buni Ibn Sino, Amir Temur, Bobur. Mana shular ichida o'zimizni ko'rmoqchi bo'lsak, bir xalqning manfaati bilan yashashimiz kerak. Komandangiz bilan siz ham gaplashdim. Hammasi shunaqa yosh, bilimli, yonib turgan kadrlar. Qanaqa bularni topasiz? Shunaqa qaysi kriteriy bo'yicha ishga olasiz ularni? Samimiyligi bo'yicha. Samimiylik. Chunki hammasini o'ziga yarasha kuchli tarafi bor. Endi qayerdadir xarakter hammada har xil. Bir-biri bilan tushmashi mumkin xarakteri, lekin o'zini individual podxodi bor, o'zini o'z ko'rishi bor-da. O'sha ko'rishni topib olsak, hammasi ish beradi. O'sha ko'rishni topmasak, hech qanday ish bermaydi. Chunki mana hammamiz endi aytdim-ku, eng yaqqol hozirgi davrda prezidentimiz eng katta misol shu Markaziy Osiyo davlatlarini, masalan, qo'shni davlatlarimizni birlashtirib, yo'llarni ochib berishdimi? Hammani shu birlashtirdilarmi? Prezidentimiz, biz mana yo'l bosqchimiz, ko'z birlashtirib ko'rsatib beribdilar. Biz nima qilmaymiz? Ochiq maslahat berishyapti. Nima qilmaymiz shuni? Qilishimiz kerak. Biz ochiqmiz hamisha. Qarang, endi muammolarga kelsak, Otabek aka. Sizningcha ochiq gaplashyapmiz, samimiy gaplashyapmiz. Hozirda ko'p loyihalarni boshlandi. Bu loyihalar to'xtab qolishi kerak emas. Qaysi tashkilotlardan yoki nima deydi, smejniy nimalardan, tashkilotlardan to'sqinliklar bormi yoki qanaqadir naоборот поддержка kerakmi, qanaqadir priziv qilishimiz kerakmi? Men bu texnopark hammani yordamchisi bo'lishi uchun nimalar qilish kerak? Kim bunga bosh-qosh bo'lishi kerak?
bitta narsa aytaman. Haligi odam shunaqa ekanki, yaxshilikda harakatini qilaversangiz, yo senga dushmanlar topiladi, yo senga hamfikrlar topiladi. Biz maqsadimizni qilaveraylik. O'sha to'siqlarni baribir odamlar qo'yadi. Chunki u to'siqsiz rivojlanish bo'lmaydi. O'sha to'siq borki, siz o'shani o'zingiz isbotlashga harakat qilasiz. Sizga o'sha to'siqni yengib o'tish uchun sizga haligi yelka-melga turadigan insonlar ham paydo bo'ladi. O'sha men niyat qilaman, orzu qilaman, o'sha to'siqlarni yengib o'tish uchun men bilan yelka-melga turadigan, men bilan hamnafas bo'ladigan insonlarim ko'p bo'lsin. Duogo'ylarimiz ko'p bo'lsin. Qolgani yechilib ketadi. Men siz bilan o'sha suhbat jarayonida tushundim nimaga imенно sizni tanlashganini bu rahbarlikka, chunki juda ham sabrli, intelligent odam ekansiz. Chunki men aytdim sohani vakillariga, kengash a'zolariga ham aytdim, texnoparkni menga beringlar dedim-da. Keyin qo'shishcha deyishgan. Chunki meni nazarimda endi hammaning o'z fikri bor-ku, sohani o'sha yo'li boshlovchilari deymizmi, rahbarlari deymizmi, butun sizni ideyalaringizga har tomonlama podдержка qilmasa, o'tda o'tirish kerak emas deb o'ylayman. Ularni joyi emas deb o'ylayman. Bularni noto'g'ri harakat qilayotganlar bilan kurashib kelaman shu paytgacha. Agar men o'tirganimda lekin juda yomon bo'lib ketardi. Ko'p korxonalar, ko'p rahbarlarga gap tegardi, наверное. O'shaning uchun я восхищаюсь вашим терпением, я бы так не смогла. Chunki oz fursatda shuncha ishlar qilindi. Bilamanki, mana ochiq gaplashyapmiz. Hech kimning podдержкасisiz bu narsalar bo'lyapti, bu ishlar bo'lyapti. O'sha jon kuyar, vatan uchun xizmat qilmoqchi bo'lgan komandani yiqqansiz, ular ham sabr qilib siz bilan birga nima ishlashyapti. Молодцы. Alloh gapi bor ekanda, Alloh aytgan ekanki, niyatlar ijobat bo'lishidan qo'rqin. Ijobat bo'lmasligidan emas. Bu degani niyat qilsizki Alloh yetkazar ekanda bu. Fikrlarda, g'oyalarda. Alloh sizga beryapti bu narsani. Siz nimaga endi ikkilanishingiz kerak? U bitta bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Siz undan zo'r joylarda qilishingiz mumkin, lekin niyatingiz yaxshida. O'sha g'oyani sizga beryaptimi, amalga oshirish uchun harakat qila olishimiz kerak. Resurslarni ham beradi O'zi beradi. O'zingiz xohlamagan, ko'rmagan, kutmagan joydan beradi. Masalan, ham fikrlarni bizga o'xshaydiganda. Zo'r. Aynan bizga ham fikrlarda. Ana qarang, Muso ham dengizni kesib o'tganda dengiz ochilgan-ku, to'siq. Biz ham o'sha to'siqlarni, dengizni ochib qo'ygan oson-ku bu. Shakarni. Tak, muammolarga qaytamiz. Endi korxonalarni bo'tga yig'ish uchun ayniqsa yig'ish qiyin bo'lyapti. Qanaqa yo'ldan foydalansak bo'ladi? Qanaqa usullardan foydalansak bo'ladi? Eng yaxshi usuli bitta ularda sekin manfaatini ko'rsatib bera olsak, o'zi yig'ilib to'lib ketadi. O'sha hol bizga yana sabr qilyapmiz. Chunki bitta odam manfaat ko'rgandan keyin ikkinchisiga aniq aytadi. O'sha haligi biz ishimiz haligi ko'rgan manfaati bilan bo'lsin. Chunki to'g'risi hamma odam menga nima manfaat keltirasan deydi-ku. O'sha manfaatini ko'rsa, o'zi odam ko'payib ketadi. Biz shuni jarayon tezlashtirish uchun biz mana shu hozir podkastlar qilyapmiz. Kimgadir yetib boradi, kimgadir target yoqamiz. Endi shularni yetkazib berib, aniq bir-birimiz bilan ishlasak, endi buning uchun ham bizni ham yonimizdagi hamfikr xodimlarimiz ham aniq shu sohalarda rivojlantirishga maqsad qilsak, hammamiz juda tez fursatda rivojlanamiz. Chunki bor, hozir hamma imkoniyatimiz bor. Umuman texnopark kelajakda to'qimachilik sanoati uchun kadrlar tayyorlaydigan hab bo'lib qola oladimi? Bo'ladi. Bundan ham ko'p bo'ladi. Men orzu qilishim bu, tasavvur qiling, siz oxir tasavvuringizga ega qilaman, o'sha Google kompaniyasiga, Apple kompaniyasiga kirsiz, qanaqa katta kompaniyalarda, IT sohalarida shu xodimlar o'tiribdimi? Aynan mana shunday texnopark xodimlari o'tiradigan, butun insoniyatga kelib, butun insoniyatga foydasi tegadigan kadrlarni tayyorlash uchun xizmat qiladigan tashkilot qilishga harakat qilamiz. Ishonaman.
Ha, inshaalloh. Men ham ishonaman. Bu yana bitta korxonalarni, o'sha to'qimachilik korxonalarini og'rig'i o'sha siz aytgandek laboratoriya standartlari, bilim yetishmasligi. Texnoparkda shunaqangi ishni joriy qilsak, ya'ni mahsulotlarni laboratoriyaga boshqa davlatlarga yuborishadi, kutishadi. Mijoz kutmaydi, boshqa konkurentga o'tib ketishi mumkin o'sha sertifikat olgunicha ham. Bu borada nima ishlar qilinyapti? Mana hozir prezidentimiz qarorlari bor. 174 sayli qaror bor. Texnopark qoshida laboratoriya tashkil qilish, mana shu og'irini yengil qilish, rivojlantirish bo'yicha hozirgi kunda biz 19 turdagi laboratoriya tahlilini qilishni boshladik. Endi 24 tur deyilganida, endi keyingi yo'nalishimiz bizda kimyoviy laboratoriyalarni olib kelish planini qilyapmiz. Hozir bunga Koreya davlati, Germaniya davlati, Turkiya, Shveysariya davlati bilan gaplashyapmiz. Shu laboratoriya yo'nalishlari bilan ularni ham olib kelib olsak, o'sha brend laboratoriyalar deydi-ku, shuning uchun nomi chiqqan o'sha brend kelsa qilyapmiz. O'sha brend laboratoriya kelsa, biz aynan shu og'irini yengil qilib, mana shu yerda eksport uchun va eng oson qulay jarayonlarda amalga oshirib bera olamiz. Bunga shu joyimiz ham bor, sharoitlarimiz ham bor, laboratoriya uskunalarimiz ham bor. O'sha kimyoviysini olib kelishimiz qoldi. O'sha kimyoviysiga hozir va o'zimizda Yengil sanoat agentligi bilan kelishib, o'sha munosib hamkorni izlayapmiz. Bizga o'xshab, o'zimizga o'xshab haligi sohasini yaxshi ko'radigan munosib hamkorlarimiz bo'lsa, o'shalar bilan albatta amalga oshiramiz. Xudo xolasa amalga oshadi. Nomi chiqqan deganimizda ko'pligiga aytib o'tish kerak. Sertifikatni olishdan maqsad o'sha buyurtmachi tan olishi kerak. Yevropa tan oladigan yangi, ya'ni organ sertifikatsiya bo'lishi kerak, ya'ni bu yerda Texnoparkda bilishimcha-da. Endi mablag' masalasiga to'xtalib o'tsak. Xabarim bor, yaqinda o'sha agentlik ochildi. Yaqinda deganimizda ham уже 6 oy bo'libdi. Hozirgacha men globalniy qanaqadir ular adresli ish qilganini ko'rganim yo'q, lekin katta mablag' berilgan sohani rivojlantirishga. Texnopark ham ularning tarkibiga kiradi. Bu mablag'lar Texnoparkni rivojlantirishga qanaqadir yordam beryaptimi, yo'qmi? Mana biz ochilganimizga noyabrda men tayyorlangan bo'lsam, endi 2026-yil yanvarda to'liq biz balansga o'tdi. Ungacha biz o'sha kamchiliklarini, masalan, santexnik holatlari, suv, svet, gaz holatlarini to'g'irladik. Masalan, remont qiladigan joylarni qildik. Endi shotlarimiz ochilguncha bo'lgan jarayonlarni qilib keldik. Mana yanvardan ochildi. Endi bu yoqqa mana Yengil sanoat agentligi rahbariyati ham hozir tayyor turishibdi. Darrov ishga tushib ketsang, mablag'larni beramiz. O'sha talabalarga o'sha ilmlarni yetkazib berishga biz shaybiz deb turishibdi. O'shanga biz ularga mana shu hamma jarayonlarni qilib ko'rsatib, har oyda отчет beramiz, hisobot topshiramiz, nima ishlar qildik. Mana endi bu yog'iga biz to'laqonli ishlashga imkonimiz bor. O'sha tashkilotlarni ham chaqirib, endi chunki oldin o'zingga sharoit qilishing kerak-da. Birinchi o'zingga sharoit qilmasdan turib boshqaga sharoit qilib bera olmaysan. O'zimiz sharoit qilib, o'sha sharoitda boshqalarga qayerga kiradi, kim bilan gaplashib sharoitlar qilganimizdan keyin mana endi bemalol ishni boshladik. Zo'r. O'sha mablag'larni hozir kutib o'tirishibdi, darrov bersak, ular ishda boshlaydi deb o'zlari har kuni telefon qilib nima bo'lyapti, qanday mablag'ni shakllantirasan deb nima qilib o'tirishibdi. Biz endi hozir talablarni bersak, o'qiydigan shu tashkilotlarda muammolarni olib bersak, ular darrov moliyalashga tayyor. Ijozat bersangiz, biz siz bilan yaqinda memorandum qildik. Korxonalarga buni tushuntirib o'tsam, hozir marketing to'g'risida, imij to'g'risida ko'p gapirdik. O'sha kommunikatsiyaga kelganda ko'p muammolar bor. O'sha klientni ushlab qolish jarayoni bor. Bu eng qiyin jarayon. Bunda ko'p yillik tajribam bor. Turkiyada ham ishlaganman, Bryusselda ham dars berganman bo'yicha. Именно to'qimachilik korxonalari uchun roplani, ya'ni отдел продаж rahbarlarini tayyorlash bo'yicha programmani sizga taqdim qildik, ma'qulladingiz. Buni o'sha
yozdan boshlab yoki bahorni oxiridan xudo xohlasa boshlab уже texnopark qoshida qilmoqchimiz. Qiziqqanlar bo'lsa, kelinglar, совместный ish bo'ladi. Bularni resursi bilan, tajribalari bilan foydalanib, komandalar bilan yaxshi ma'noda foydalanib, analitika qilamiz korxona uchun. Qaysi bozorlarga chiqishi imkoniyati hozir bor. Дорожный kartalar qilinadi. Qaysi tildagi mutaxassislarni tayyorgarlik qilish kerak, qanaqa jarayonlarda o'tish kerak, переговорlarda qanaqa gapirish kerak, kompaniyalarni ularga tijorat takliflarini berishdan oldin ularni qanaqa qilib o'rganish kerak, ularni потребности nimada. O'sha hamma jarayonlarni biza o'qitib beradigan 2 oylik biza kurs qildik. Qiziquvchilar bo'lsa murojaat qilishinglar mumkin. Уже hozirda 20 ta korxona ariza topshirdi bizaga. Maqsadimiz 100 ta korxonaga o'sha sifatli ilm berib, отдел продажga, sotuv bo'limiga, eksportga tayyorgarlik ko'rdirish. O'sha yaqinda B2B ham Moskvada qilyapmiz. O'sha Moskvadagi B2B'larda ham korxonalarni alohida rus tilini yaxshi biladigan, переговорda zo'r natija qila oladigan mutaxassislarni tayyorlamoqchimiz. Chunki nima deydi? Reklama zo'r bo'lishiga shubha yo'q. Hozir hamma resurs bor. Lekin o'sha reklamada aytilgan gapga javob berish kerak keyin. Ishlab chiqarish bilan javob berish kerak. Ishlab chiqarishdan oldin o'sha konversiya nimasi bor. Отдел продажи bor. Endi hozir haligi motivatsiya davri tugadida. Da. Endi amalga o'tadigan davrimiz keldi. Hali har kuni gapirib motivatsiya bergandan bitta ko'rsatib ishni amalga oshirganimiz yaxshiroq. O'shaning uchun aytaman-ku haligi biz ishni qilaveraylik siz bilan birga. O'zi har bir chiqqan yo'nalishda o'sishni boshlasa, o'zi qolgan tashkilotlar ham o'zi yugurib kelishni boshlaydi. Shuning uchun mana biz hamkorlikdagi biznes rejalarimiz aniq, murojaat qilishlari mumkin. Mana siz o'zingiz juda ko'p nimaga egasiz, malakaga egasiz. Mana shu nimalarda olib borish uchun, suhbatlarda olib borish uchun mana chunki ularni do'stona qo'lidan o'sha olib borib tashlatib qo'yishimiz kerak ekanda. Shu narsaga kelishimiz kerak. Bu shu narsalar san bor ishlar bir-biri bilan masalan uchrashtirib qo'ydim degan gap bo'lmaydi endi. Shunaqa. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman, ijozat bersangiz. O'sha kommunikatsiya deganimizda yaqinda bitta kes bo'ldi. Meni переговорda ishtirok etib berishimni korxona rahbari iltimos qildilar. Qanaqa случай bo'lgan? Buyurtmachi zakaz bergan, katta partiyada zakaz bergan. Buyurtmachini menejerlari главныйsiga aytmasdan rangni pantoni o'zgartirishga. U endi baribir qanaqadir jarayon, o'ziga yarasha jarayon 2 kun vaqt olgan. O'sha 2 kun vaqt olganiga $13,000 shtraf yozgan bizani korxonaga. Lekin hali hamon ko'p korxonalarda pozitsionirovание deymiz-ku, o'zini o'zi nima deydi? To'g'ri, biza muomalamiz zo'r. Biz mehmondo'st xalqmiz, lekin o'zimizning pozitsiyani ham ushlab turishimiz kerak. Hadeb buyurtmachini aytgan narsasiga bizaga ziyon kelsa ham rozi bo'lishimiz kerak emas. Endi mana shuni masalan mana yuristlarimiz bor. O'sha xalqaro shartnomalar bo'lsa ham ularni bizga berishsa, biz ular bilan gaplashib ko'rib, o'zini pozitsiyalarini ko'rib berishimiz mumkin. Sababi u shartnomalar o'zgartirsa bo'ladigan shartnomalar. O'sha shartnomalar men oldim, men rozi bo'ldim degan olib qo'yib ishlash kerak emas hamisha. Shuning uchun o shartnomalarni ochib o'qib chiqib ikki tarafga manfaatli bo'ladigan shartnomalar tuzishga, masalan, o'sha shartnomalarni biz kerak bo'lsa, ularga ham ko'rsatib, to'g'rilab berishimiz mumkin. Juda dolzarb muammo, chunki arbitrajniy sudga murojaat qilinsa, ularni arbitrajda biz yutib kela olmaymiz. Shunaqa yuristlar bo'lishi kerak aslida. Aynan mana shular uchun ish beruvchilar konfederatsiyasi bor. Mana shu har xil davlatlarda ish beruvchilar bilan ishlab, mana shu xalqaro konvensiyalar bilan amalga oshirish imkoniyatlarimiz bor. Mana shu hozir biznes ombudsman bor. Ular bilan hamkorlikda ishlanyapti. Bularga murojaat qilsa bo'ladi.
Bilishimcha, o'sha ish beruvchilar konfederatsiyasini raisisiz. Bu bo'yicha отдельный podkast ham olishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta. Endi bu yengil sanoat emas, endi bu butun sohani ga taalluqli bo'ladi. Xudo xohlasa biz hamisha tayyormiz, qachon siz. Otabek aka, oxirida bitta savolim bor. Agar siz O'zbekiston tekstil sanoatini rivojlantirishi uchun 3 ta muhim qaror qabul qilish imkoniyati bo'lsa, hozir masalan davlatimiz rahbari sizni taklif qilib 3 ta ключевой решение kerak deyishsa, nima degan bo'lardingiz? Bu juda qiyin savol bo'ldi. Hali hammamiz gapiraveramiz o'sha siz savol bergan qog'ozingizni o'qib, mana shu savolni bermasa degandimda. Da? Sababi hali aytadi, savolni qizig'i qaysi? Endi men o'zimni niyatim endi aytib o'tib ketdim. Nimani taklif qilasan deganda, hamma davlatni mana sohaga mutaxassislari bilan men do'st bo'lishni xohlardim. Sohani masalan o'sha do'st bo'lishni xohlardim. Ikkinchisi shu hamma rahbarlarimiz o'zaro do'st bo'lishini xohlardim. Shu soha taalluqli emas, o'zaro bir-birini eshitishni xohlardim. Shu ikkitasini o'zini yetsak ham biz qolgan hamma muammoni yechamiz. Chunki bir qilib turgan ishlarimizni bir-birimizdan xabarimiz bo'lmasa, bu juda noto'g'ri narsa. Shuning uchun hamma rahbarlarda samimiy haligi do'st bo'lishini xohlab qolaman. Chunki Paxtakor 79 kinosini ustida ishlab turibman. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan ekanki, paxtakorchilar ichida hayotda dushman ekan. Haligi chunki o'yinda pozitsiyalarda o'ynash odamlarga alam qilar ekanda, haligi yaxshi futbolchilarga. Lekin futbolga tushganda kamanda bo'lib o'ynar ekan. O'shaning uchun ularni yutish qiyin bo'lgan ekan. Biz ham shuning uchun mayli, hammamizning har xil holatimiz bor, har xil nimamiz bor, lekin vatanimiz uchun, yurtimiz uchun nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar do'st bo'lishimiz kerak. Bu ichki nizolarimiz o'zimizniki. Otabek aka, rahmat, juda ham samimiy suhbat bo'ldi. O'ylayman, bizani ko'rgan soha vakillariga ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Agar savollar bo'lsa, bemalol bularga kelib Texnoparkka berishinglar mumkin. Texnoparkka kelinglar, foydalaninglar. Hamma infrastrukturadan biz qo'limizdan kelgancha hamkorlikda yordam berishga tayyormiz. Rahmat kattakon shu podkastga chaqirib, suhbatga chaqirib, samimiy suhbat qilganingiz uchun. Albatta bu ko'rsatuvimiz o'zini shaligi sohasini rivojlantiraman degan insonlarda qalbiga yetib borsa, ularda biz podkastimizni ko'rsa, biz hamisha mana shu murojaat qilishsin, biz hamisha qo'limizdan kelgan tayyor. Biz men aytamanki, meni telefonim 24 soat yoniq. O'sha 24 soat ichida xohlagan telefon qilish mumkin, gaplashishimiz mumkin. Uni haligi men bunday bu qolib ketgan emas. Biz albatta ko'tarmasam qaytib chiqamiz. Chunki o'sha sohani dardini o'zimiz to'liq tushunmasak, o'rnimizga boshqa odam tushunmaydi. Shuning uchun bemalol ochiq biz, kelinglar, yordam beramiz. Eshigimiz ochiq. Qanchalik yordamimiz tegsa, sohani masalan rivojlanishiga biz ham tayyormiz. Salomat. Rahmat.